Hurmatli kurash muxlislari, polvonlar, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpog'iston, Tojikiston, Dadaxon polvon eshitib qo'ying. Va'da bergansiz barcha polvonlar, surxondaryolik polvonlarimiz, Qashqadaryoning hamma polvoni mana bugun Yakkabog' Javog'i qishlog'idagi kurash maydonida turibmiz. Xohlaganlaringcha zot, xohlaganlaringcha sovrin polvonlar. Faqat yiqitgan odam sovrin oladi, zot oladi. Tag'in necha qilaman, oshnam mening, do'stim bo'ladi, mahalladoshim bo'ladi desa, shu yoqda oshna og'ayinchilik qilaveringlar. Kurash udar bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Mana to'y egalar, mana Nodir polvon, do'sti ekalasi. Xullas, kurashga hammalaringni chorlaymiz. Rovna 4-noyabr kuni 11:00 da yoshlarning kurashi boshlanadi. Yosh bolalarning kurashi. Hamma kechikmasdan kelsin. Nechiyaga hech qanday gap so'z yo'q. Marhamat qilib kurashga kelaverasizlar. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Javog'i qishlog'idagi 4-noyabr kuni bo'lib o'tadigan kurash zotlari. Mana bu yerda toylar, tuyalar, mana tuyalar. Bu yerda 4 ta, bu yerda 5 ta tuya. Toylar, ariqlarda ham toylar bor. Tuyalar ham katta. Mana yana. Mana bosh sovrin. Nexia bir avtomobil. Hurmatli kurash muxlislari, mana to'ydorlar bilan sovrinlarda 4-noyabr Yakkabog' tumani Javog'i qishlog'idagi sovrinlarni kelib ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Hurmatli polvonlar, kelingizlar. Kurash gapni ochig'i udar bo'ladi. Nodir polvonning mana do'stlari, to'ydorlar, mana akalar, xohlagancha zot yiqiting, oling, keling, mazza qiling. Yakkabog' Javog'ida 4-noyabr 10:00 da kurash boshlanadi yosh bolalarga. 10:00 da. 11 da kattalar boshlaymiz. Marhamat. Mana sarkalari. Qarshi